Qarshi shahrida kamondan va para kamondan otish sport turlari bo'yicha barcha yosh toifalari o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, Kamondan otish federatsiyasi va Milliy paralimpiya qo'mitasining kalendar rejasiga muvofiq O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Hozir shu haqda. Mazkur chempionat har yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-iyundagi kamondan otish sport turini yanada rivojlantirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilib kelinmoqda. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardan 270 nafar kamonchilar kattalar, yoshlar, o'smirlar va kichik o'smirlar toifasida hamda 52 nafar parakamonchilar, yoshlar va kattalar toifasida kvalifikatsion raund, yakkalik, jamoaviy, mix, klassik va compound bov yo'nalishlari bo'yicha respublika chempioni unvonlari uchun kurash olib borishdi. Bu yilgi musobaqa bilan oldingi yilgi musobaqaning farqi shundaki, olimpiya sportchilari va hamda paralimpiya sportchilari birgalikda O'zbekiston chempionatida qatnashmoqda. Bunda parasportchilar va sportchilar bilan gaplashib, tajriba almashib, do'stlik suhbatlari olib borib, bilmaganlarini bilib, o'rganib, o'z tajribalarini oshirishyapti. Musobaqa g'olib va sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi Qarshi Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi sport majmuasida o'tkazildi. 4 kun davom etgan qizg'in bellashuvlar davomida sportchilar o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazish bilan birga xalqaro toifadagi murabbiylar va professional sportchilar bilan tajriba almashish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Kamondan otish turi bo'yicha O'zbekiston chempionati bugun juda chiroyli ravishda o'tdi. Yaxshi munosib o'rinlarda oldim. Mana bugun taqdirlash marosimida qatnashib turibmiz. Bu sport turi menga juda yoqadi. Sog'ligimga ham juda ham katta ta'sir qildi, o'zgarishlar bo'ldi. Kutilganidek murosasiz bahslarga boy bo'lgan chempionatning barcha yo'nalishlari bo'yicha g'oliblar aniqlanib, tadbirda ishtirok etgan mutasaddi rahbarlar tomonidan diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi.